har bir fanning o'rni uning qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligidan jamiyatning taraqqiyotiga qo'shayotgan hissasi bilan o'lchanadi. Barcha zamonlarning buyuk matematiklaridan biri algebra fani asoschisi astronom o'zbek xalqining farzandi Muhammad al-Xorazmiydir. U arifmetikani, astronomiyani, tarix, geografiya, tibbiyot va boshqa sohalarga doir asarlar yozdi. O'rta Osiyo sharqida birinchi bor sayyoraning harakatini aniq hisoblab, jiz matematikasini, ya'ni matematik jadvalni va astronomik jadvallarini tuzdi. Abu Rayhon Beruniy shar ichida 5 xil muntazam ko'piklar yasash mumkinligini chizmalar orqali isbotlab bergan. Bular noriy 4 yoqlik, hozirda tetraeder, orziy 6 yoqlik, deksayder, havoiy 8 yoqlik, oktayder, falakiy 12 yoqlik, dodokayder, moniy 20 yoqlik, ikosayderdir. Bunday chizmachilik faniga rivoj qo'shgan buyuk ajdodlarimiz juda ko'p.